Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan tushda pul ko'rishning ma'nosi va islomiy talqini haqida gaplashamiz. Tushlar hayotimizdagi ruhiy belgilarni ko'rsatadi va ko'plab musulmonlar uchun tushlarni talqin qilish juda muhimdir. Tushda pul ko'rish eng xursandchilik va baraka belgisi hisoblanadi. Mashhur islomiy olim Ibn Siringa ko'ra, tushda pul ko'rish sizning hayotingizga moliyaviy baraka, rizq kengayishi va ijobiy o'zgarishlar olib keladi. Shu bilan birga, tushdagi pul, ruhiy xotirjamlik, iymon mustahkamligi va hayotdagi ijobiy belgilar ramzi sifatida talqin qilinadi. Agar tushda pul yeyotganingiz yoki olganingizni ko'rsangiz, bu sizning hayotingizda baxt, moliyaviy quvvat va ruhiy farovonlik kelishidan dalolat beradi. Shuningdek, tushdagi pul sizni hayotdagi barcha ishlaringizda muvaffaqiyat va baraka kutayotganini bildiradi. Ba'zi olimlarga ko'ra, tushda pul ko'rish yaqin kelajakda baraka va moliyaviy farovonlik kelishidan dalolatdir. Agar tushda siz pulni yo'qotganingizni ko'rsangiz, bu hayotdagi ehtiyotkorlik va rejalashtirish zaruratini bildiradi. Tushdagi pul bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qilish hayotda ham muvaffaqiyat va barakani ta'minlaydi. Tushda pul ko'rish shuningdek, niyat va duo qabul bo'lishi, ruhiy tozalanish va ijobiy belgilarni bildiradi. Tushlaringizni e'tiborsiz qoldirmang, ularni talqin qiling va hayotingizda amal qiling. Shunday qilib, tushda pul ko'rish nafaqat moliyaviy baraka va rizq kengayishi, balki ruhiy farovonlik, qalb xotirjamligi va iymon kuchayishi belgisi hisoblanadi. Har bir ibodat va xayrli amal sizga baraka olib keladi va tushlarimiz orqali Allohning ijobiy belgilarini ko'rsatadi.